Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshilamiz. Men Abdullah Yalqun. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, bu hafta sunmoqchi bo'lgan xabarlarimizning asosiy mazmunini tunishtiramiz. Xitoy Sharq Turkistonda 21 xil yangi qo'ral sinaq qildi mavzuli xabarimiz bo'ldi. Shundaqla bu manevr 5 kun elib berilgan bo'lib, Xotan, Qashqar va Aqsu qatorliq 3 viloyatda bir vaqtda elib berilgan ishg'olchi askarlardan 3000 dan ko'proq askar qatnashgan. Shunday diqqatlangan muhojiratdagi Uyg'urlar Xitoyning chet el qonunlarini suiiste'mol qilganligini qattiq aybladi mavzuli xabarimiz bo'ldi. Xitoy doiralari yaqinda ayollarning o'rni olishini cheklash bu ijroatini bir qancha davlatlardagi ijroatlarni dalil keltirish bilan oqlamoqchi bo'ldi. Ammo Xitoy bu soxtaligi bilan yana yuzini to'kib oldi. Shundaqla yana Turkiyada arqa-arqadan terrorlik hujumi yuz berdi mavzuli xabarimiz bo'ldi. Bir hafta ichida Turkiyaning o'xshash bo'lmagan 4 viloyatida portlatish hujumi yuz berib, ko'p sonda odam hayotidan ayrildi. Bu va bundan boshqa xabarlarimiz iqtimodi bo'ldi. Diqqatlar ekranimiz bo'lsin. Har qaysi davlatlardagi Uyg'urlar Xitoyning chet el qonunlarini suiiste'mol qilishini kuchlik aybladi. Xitoy ishg'olchilari o'zining Sharq Turkistonda yo'l qo'ygan chekidan oshgan diniy cheklamalarini chet el qonunlarini suiiste'mol qilish orqali oqlashga urindi. Har qaysi davlatlarda yashayotgan Uyg'urlar Xitoyning fursatparastligini va chet el qonunlarini soxta suiiste'mol qilishini kuchlik aybladi. Xitoy ishg'olchilari o'zining Sharq Turkistonda yo'l qo'ygan chekidan oshgan diniy cheklamalarini chet el qonunlarini suiiste'mol qilish orqali oqlashga urindi. Har qaysi davlatlarda yashayotgan Uyg'urlar Xitoyning fursatparastligini va chet el qonunlarini soxta suiiste'mol qilishini kuchlik aybladi. Tangritog' to'g'rida 8 avgust ayollarning o'rni olishini cheklash to'g'risida mavzuliq bir xabar berildi. Xabarda Xitoy chet ellardami bu xil belgilamalarning borligini, faqat o'zining bu xil cheklamalarni yurgizmaganligini oqlashga uringan. Xabarda Fransiya, Gollandiya, Ispaniya, Italiya, Turkiya, Qozog'iston, Misr, Avstraliya va Belgiya qatorliq 9 davlat misol qilingan. Istiqlol televiziyamiz bu masala to'g'risida yuqorida ismi tilga ilingan davlatlarda yashayotgan Uyg'urlar bilan suhbat elib bordik. Bugün oturma xalqaro siyosatga o'tirga chiqib, xalqlar o'zining fikrini beroladigan yoki debaqsinchi xalqlar nima deb javob beradigan. To'g'ri. Agar Avstraliyaga shu gapni qilsa, Avstraliya xalqi ularga albatta noroziligini bildirdi. Bu yerda qanday unda ish bo'lgan yeri bor. Urf odatini ko'rsatadigan maxsus bayramlar bor. Buning o'zimizning urf odatlarga oid bo'lgan kiyimlarimizni kiyib chiqib o'tirga chiqib, hamma kishilarga biz bir millat, biz Uyg'ur millati, bizning bundaq kiyinishimiz bor, bundaq yemeklarimiz bor, biz bundaq ishlarni qilamiz degan o'xshash narsani va har yilda bir necha qitim o'xshamagan faoliyatlarni ko'rsatamiz. Buni kishilar hamma xalq qarshi oladi, hukumat uni qo'llaydi, hattoki kerak bo'lgan moddiy jihatdagi yordamlarni qiladi. Xitoy qayerdan qiladi? Uyg'urlar har xil shakllardagi siyosiy tashviqotlarga selinmoqda. Xitoy ishg'olchilari Sharq Turkistonning har qaysi joylarida Uyg'ur musulmonlarini bema'ni ta'tir tashviqotlarga selish, asharga haydash, har xil kurs nomidagi siyosiy o'ginishlarga yig'ib olish faoliyatlarini davomlashtirmoqda. Tangritog' to'g'ri 12 avgust Uyg'ur bovoylarning bilyard taxtasi ustida qart o'ynayotgan suratlik xabarini bergan bo'lib, buning bir faoliyat sifatida Kucha noyisining Saqsaq mahallasida atalmış mahalliy ish bajarish boshqarmasi tomonidan tashkillik elib berilayotganligi bildirildi. Xabarda bildirilishicha, Saqsaq mahallasidagi atalmış Xitoy mahalliy ish bajarish boshqarmasi 2016-yili kirgandan buyon bu tavallikdagi 9 o'rinda yashanganlar faoliyat uyi nomida qartxona va bilyard xonalarni qurib, bu mahalladagi 400 dan ortiq yashangan kishini bu yerga majburiy yig'ib olgan. Hamda ularni bu yerda bilyard va qart o'ynashga majburlab, ularning oxirgi umrini o'z uyida xotirjam ibodat bilan o'tkazishiga ruxsat qilmagan. Yaqinqi bir necha yillardan beri Xitoy tajovuzchilarining yovuz nazari dehqonlarning haftada bir kun moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qamdab kelayotgan bu yezi markazidagi qaynam tashqinliqdagi bozorga tushgan. Hamda har bozor kunida bozorga kelgan barliq dehqonlarni yig'ib olib, maxsus Xitoy tajovuzchilarini madhiylaydigan qizil naqshi tashviqotiga qatnashtirgan. Bu tashviqotli qizil san'at nomerlari uchun har yeza o'z tavasida maxsus o'rinlashtirish qilib, har haftada bir kanatni navbat bilan bu vazifani o'rindashga majburlagan. Tangritog' to'g'ri bu vaqtda maxsus xabar bergan bo'lib, Qaraqosh noyisining Tuvat yezi bozoridagi bu faoliyatning suratlik ko'rinishini tarqatgan. Xabarda deyilishicha, Xitoy tajovuzchilari tomonidan o'rinlashtirilgan bu faoliyat Qaraqosh noyisining Tuvat yezida 2015-yili 2-oyda boshlangan bo'lib, shuningdan beri bu yezdagi 22 kanat har haftada navbat bilan bu vazifani majburiy ustiga elib kelgan.
Tüvet yesining yezi bozori har haftaning payshanba kuni bo'lgan bo'lib, bu kunda yezi tavasidagi mutlaq ko'p sondagi dehqonlar oila bolalarini elib bozorga keladi. Bu fursatdan foydalangan Xitoy tajovuzchilari bozorga kelgan kishilarni bozor markazidagi maxsus yasalgan tashviqot maydoniga yig'ib olib, navbati kelgan kanit dehqonlarga Xitoy tajovuzchilarini madhiylaydigan qizil tashviqot nomerlarini o'rindatqizgan. Poskam nahiyasida dehqonlar madaniyat varislarini tarbiyalash kursi nomida yig'ib olingan. Tangirtaq to'rining xabar qilishicha, Poskam nahiyasining 2016-yillik atalmish g'ayri moddiy madaniyat varislari va al nag'machilarni tarbiyalash kursi 15-avgust nahiyalik madaniyat markazida boshlangan. Bu kurs 27-avgustgacha davomlashadigan bo'lib, nahiyaga qarashli 16 yezi bozordan kelgan 65 nafar kishi qatnashtirilgan. Növbəti bu kişiler Xitay dairələri tərəfindən o'rinlashtirilgan o'qituvchilarning yetakchiligida muqam o'rindash, ravab, tambur, xushtar qatorliq Uyg'ur chalg'ularini chelish bo'yicha tarbiyalanmoqda ekan. Sharq Turkistonning hamma viloyat nahiyalarida Uyg'ur o'smirlar majburiy yo'sinda Xitoycha madaniyatga ega kiyim-kechak kiyishga, Xitoycha qizil naqsha aytishga va Xitoycha usul o'ynashga majburlanib, hatto o'z ona tili bo'lgan Uyg'ur tilini ishlatishdimi besim va qiyinchiliklarga uchramoqda. Tangirtaq to'ri 8-ayning 16-kunidagi buningga munosabatlik bir bo'lik suratlik xabar bergan bo'lib, xabarda Xitoy tajovuzchilarining Oqsu viloyatlik ma'muriy mahkamasi tomonidan o'rinlashtirilib, atalmish viloyatlik millatlar ittifoqligi tarbiyasi xizmati rahbarlik guruhi, viloyatlik Xitoy partikom tashviqot bo'limi, viloyatlik madaniyat tantarbiya radio televiziya idorasi, viloyatlik ma'rif idorasi qatorliq Xitoy tajovuzchilari uchun jon pidolik bilan xizmat qilayotgan o'rinlarning hamkorlashishi bilan Uchturpan naylik Xitoy xalq hukumatida 2016-yillik atalmish millatlar ittifoqligi taraqqiyot yili bo'yicha o'tkazilgan 4-navbatlik yoshlar o'smirlar san'at ko'riki 15-avgust Uchturpan naylik madaniyat san'at markazi zalida elib berilgan. Uyg'ur kimligini yo'qotishni maqsad qilgan bu faoliyatga Oqsu viloyatining 8 nahiya bir shahridan 9 guruh majburiy qatnashtirilgan bo'lib, jami 1000 ga yaqin o'smirning qatnashganligi tilga olingan. Bu faoliyatga aloqador suratlarda sahna butunlay Xitoycha uslubda loyihalangan bo'lib, sahna ekranlari va atrofda Xitoy yoziqidan boshqa yoziqni ko'rgili bo'lmaydi. Sahnaning butun muhitidan bu yer xuddi Xitoyning ichkiri o'lkasidagi holatda edi. Uyg'ur o'smirlarining mo Xitoycha kiyim va Xitoycha girim bilan baayni maymundek yasandirilib, sahnaga chiqarilgan ko'rinishni ko'rib olg'ili bo'ladi. Bu ko'rinishlardan Sharq Turkistonda Xitoy tajovuzchilarining Uyg'urlarning kimligini yo'qotish uchun naqadar razil siyosatlarni yurgizayotganligi, Uyg'ur o'smirlarining xitoylashishi uchun qanchalik darajada majburlash xarakterdagi zulmlarning elib berilayotganligi intayin ro'shan chiqib turmoqda. Xitoy Sharq Turkistonda 21 xil yangi qurolni sinab qildi. Xitoy Sharq Turkistonda o'tkazgan 5 kunlik harbiy manevr jarayonida 21 xil yangi qurolni sinab qilganligini jar soldi. Uyg'ur kuzatuvchilar Xitoy bu orqali o'z andishisini oshkorlab qo'ydi dedi. Xitoy xalq to'rining 16-avgust xabar qilishicha, shu kuni tushdan keyin Sharq Turkistondagi Xitoy qurolli saqchi qismlari qo'mondonlik markazida xulosalash yig'ini ochilgan. Xabarda Xitoyning bu qatimqi manevrda qiyin, murakkab sharoitlarda istixborotga erishish, havodan yetkazish qatorliq 5 cho'ng masalani hal qilganligi, odamsiz aeroplan qatorliq 21 xil yangi qurolni sinab qilganligi aytilgan. Bu qatimqi atalmish terrorlikqa qarshi turish manevri Xotan, Qashqar va Oqsu 3 viloyatda birli vaqtda elib berilgan. 5 kunlik manevrga Xitoy qurolli saqchilaridan 3000 dan ortiq kishi qatnashtirilgan. Xitoyning diniy va milliy jihatdagi bostirish va cheklamalari chekidan eshib, Uyg'urlarning Xitoy ishg'olchilariga bo'lgan qarishlik harakatlari davomlashayotgan bo'lsa-mu, lekin Xitoy doiralari axborot va uchurni qattiq qamal qilib, sirtqi qarata Sharq Turkiston vaziyatini tinch qilib ko'rsatishga urinib kelmoqda. Lekin Xitoyning Sharq Turkistonda davomlashayotgan ta'tir tashviqot faoliyatlari, qattiq ijro qilinayotgan amonlik tadbirlari va yuqoridagiga o'xshash manevrlarni o'tkazishi Xitoyning Sharq Turkistonda qanchalik andishi ichida turayotganligini oshkorladi. Xitoy zo'r turkumdagi Uyg'ur o'qituvchini Xitoydagi Xinjiang sinflariga avatgan. Atalmish avtonom rayonlik millatlar ittifoqligi taraqqiyot yildagi 27 turlik cho'ng tadbirni amaliylashtirish bahonasida Xitoy o'lkalariga mulozimat qilguvchi va boshqaruvchi nomida ko'plagan Uyg'ur o'qituvchilar avatilgan. Bularning soni davomli ko'paytirilgan. Xitoyning barliq o'lka shaharlariga ta'sis qilingan atalmish Xinjiang sinfidagi Sharq Turkistonlik Uyg'ur o'quvchilarning soni 2000-yildan tortib har yili necha qatlab eshib berayotgan bo'lib, 2000-yili tunji qatim 4000 o'quvchi bo'lgan bo'lsa, 2015-yili qabul qilgan o'quvchi 9000 dan eshib ketgan. Xitoy o'lkalaridagi 94 maktabga ta'sis qilingan atalmish Xinjiang sinfidagi hozir o'qiyotgan o'quvchilarning soni Xitoy matbuotlarida bildirilishicha 40000 atrofida ekan.
atalmış Şinjan sınıfida o'qish bitirgan o'quvchilar 80 mingdan oshgan. Xitoy tajovuzchilari Xitoy o'lkalaridagi Uyg'ur o'quvchilar sonining oshishi bilan u yerdagi Xitoy o'quvchilarga yurgizilayotgan siyosat bilan Uyg'ur o'quvchilarga muomala qilganda ularning ideyasini va e'tiqodini o'zgartirishning to'limi tezki to'xtayotganligini his qilib, bu masalani yanada Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarning qo'li bilan hal qilishni o'ylashgan. 8-ayning 15-kuni Xitoy tajovuzchilarining Sharqiy Turkistonda to'xtatgan partiya sekretari Jallod Jang Chunshan Urumchidagi mahkamasida bu to'g'risida keng ko'lamda yig'in ochib, Xitoy o'lkalaridagi atalmış Şinjan sinfidagi o'quvchilarga mulozimat qiluvchi va boshqaruvchi o'qituvchilarni ko'plab avatib, bu yildan boshlab avatilgan milliy o'qituvchilarning sonini hassilab ko'paytirganligini, bu o'qituvchilar hatto Xitoy o'lkalaridagi barliq atalmış Şinjan sinfi ta'sis qilgan maktablar va Şinjan sinfidagi milliy o'quvchilarni umumyuzlik qoplash kerakligini o'ttirg'a qo'yib, Şinjanlik milliy o'quvchilarni tarbiyalash, ularga mulozimat qilish va ularni boshqarish saviyasini baldaq o'stirish kerakligini bildirgan. Buning bu so'zlaridan Xitoy o'lkalaridagi Uyg'ur o'quvchilarga Xitoy o'quvchilaridan farqli holda siyosat yurgizib, bu orqali Uyg'ur o'quvchilarining Xitoy o'lkalaridagi ba'zi afzalliklardan foydalanib, diniy ibodat va o'zlarining milliy kimligini tonish fursatiga ega bo'lib olishining oldini olishni maqsad qilganligi ko'rinib turmoqda. Xitoyning Hangju shahrida 500 ming saqchi amonlik saqlashga o'rinlashtirilgan. Çoğ davlat ishini ko'rayotgan Xitoy bir xalqarалық yig'inga sohibxonlik qilish jarayonida xalqarada shuhratparastlik qilish uchun davlat ichida chekidan oshgan, hatto irqiy kamsitish tusini olgan bexatarlik tadbirlarini yo'l qo'ygan. Uyg'urlar eng qattiq boshqarish obyektiga aylangan. 20 davlat guruhi boshliqlar yig'ini ochilish oldida Xitoyning Hangju shahri chekidan oshgan bexatarlik tadbirlarini yo'l qo'ygan. Xitoyning har qaysi joylaridan 500 ming amonlik saqlovchi yo'tkab kelingan. Şinjan va Shizangning numur taxtasi bor mashinalarning Hangjuga kelishi cheklangan. Xitoy tilidagi matbuotlarning bu vaqtdagi xabarlarda aytilishicha, bu yillik 20 davlat guruhi boshliqlar yig'ini 9-oyning 4-5 kunlari Hangju shahrida o'tkazilgan bo'lib, Xitoyning bu yig'in harfisida yo'l qo'ygan amonlik tadbirlari kishini hayron qoldiradigan darajaga berib yetgan. Doirlar 500 ming kishini amonlik saqlashga o'rinlashtirgan. Saqchi kuchi yetishmagachga Xitoyning har qaysi joylaridan saqchi yo'tkab kelingan. Atrofdagi Fujian, Henan qatorliq o'lkalardagi saqchi maktablaridanmi minglagan o'quvchi Hangjuga avatilgan. Fujian saqchi institutida 25-iyul 1600 kishi Zhejiang o'lkasiga avatilgan. Xinjiang va Shizang numur taxtasi bor bo'lgan avtomobillar bu yilning keyingi yarimidan boshlab Hangju shahriga kirgizilmagan. Xabar qilinishicha, bu jarayonda nurg'un saqchilar shofir siyoqida yasnib, taksi haydashga o'rinlashtirilgan. Hangju'dagi bir zanjirsimon mehmonxonaning boshqaruvchisi bilan xizmatchi xodim orasidagi dialog oshkorlangan bo'lib, Tibetlar mehmonxonaga kirsa saqchiga ma'lum qilish kerak ekan, lekin tursi bo'ladi ekan. Uyg'urlar kelsa qat'iy mehmonxonaga kirgizishga bo'lmaydi ekan. Yana bir mehmonxonadan egallanishicha, mehmonxonaning uchur sistemasi JX idorasiga bevosita bog'langan bo'lib, xaridorlarning tizimlatish uchurlarini saqchilar bevosita ko'ra oladi ekan. Shuning bilan birga Hangju'da keng ko'lamli tartibga selish elib berilgan. Hangju ko'chalarida aholi shalonglab qolgan bo'lib, 100 minglagan uyning ishikiga bo'sh uy degan xat yozib pechatlangan. 9-oyning 10-kunidan burun bu pechatlarni elib etishga bo'lmaydi ekan. Doirlar shahardagi nurg'un do'konlarni bir hafta taqash haqida buyruq tushirgan. Uyg'ur vakillari qatnashgan 6-navbatlik Turan qurultiyi oxirlashdi. 6-navbatlik Dünya Turan qurultiyi g'albilik oxirlashdi. Qurultayga Dünya Uyg'ur qurultiyi vakillari va Qozog'iston qatorliq davlatlardan kelgan Uyg'urlar ishtirok qilib, Uyg'urlarga vakolatan faoliyatlarga qatnashdi va numur ko'rsatdi. Egalnicha bu navbatlik Turan qurultiyi 12-avgust Vengriya poytaxti Budapeshtda boshlanib, 14-avgust oxirlashdi. Turan qurultiyiga Turk Hun irqiga mansub 30 dan ortiq millatning 100 minglarcha vakillari to'plangan bo'lib, nasli bir bo'lgan bu millatlar orasida birlik, qarindoshlik rishtini bog'lash bu qitimqi qurultayning tub maqsadi qilingan. Turan qurultiyiga Dünya Uyg'ur qurultiyi rahbarlari va Qozog'istonlik Uyg'ur san'atkorlardan sirt Angliya, Gollandiya, Shvetsiya qatorliq ellardan kelgan Uyg'urlar qatnashgan. Taklifga binoan bu qurultayga qatnashgan Uyg'ur vakillari odatdagidan qizg'in olqish va mehr muhabbat bilan qarshi elishlarga erishgan. Turan qurultiyi uchun ajratilgan ko'z yetkisiz maydonning atrofiga minglarcha chidir tikilgan bo'lib, maydon o'ttirisiga hozirlangan sahnada hamma millat o'zlarining milliy alohidliklarini turli san'at va jang mahoratlari orqali tunutgan. Qadimiy jang kiyimlar bilan jabdungan hollar, saklar qatorliqlarning kengri maydonda ko'rsatgan otliq jang mahoratlari, qilichvozlik, o'qyachilik, qamchivozlik qatorliqlar bu yerga to'plangan turk irqiga mansub millatlarning kuchli olqishlariga sazovor bo'lgan.
Uyg'urlar bu maydonda ikki chedir tikkan. Qozog'istonlik Uyg'urlar tikkan chedir kishilarning eng avvat ziyoratgohiga aylangan. Chedir ichida Uyg'urcha kiyim-kechaklar, kitoblar, unsim buyumlari ko'rgazma qilingan. Chedir atrofi milliy madaniyatni aks ettiradigan san'atli ko'rinishlar bilan bezalgan. Yana bir chedir Dunyo Uyg'ur qurultiyi rahbarlari uchun tikilgan. Bu chedirda qarindosh millatlarning vakillari bilan suhbat qurish, kelgusidagi hamkorlikni muzokara qilish qatorliq faoliyatlar o'tkazilgan. Chedirlarga tikilgan oy yulduzlik ko'k bayroqlar kishilarni alohida jalb qilgan. Turkiyada arqa-arqadan terrorlik hujumlari yuz berdi. Bir hafta ichida Turkiyaning o'xshash bo'lmagan 4 viloyatida portlatish hujumi yuz berib, ko'p sonda amonlik kuchlari va fuqaro hayotidan ayrildi. Çarşamba günü saat 23'te Türkiye'nin şarkıdaki İran çigrisiga yaqin bo'lgan Van viloyatida avtomobil bomba hujumi yuz berdi. Hujum bir saqchixonaga yaqin joyda yuz bergan bo'lib, portlashda 3 fuqaro hayotidan ayrilgan va 71 kishi yaralangan. Doirlar bu terrorlik hujumining orqasida PKK terrorlik tashkilotining borligini ilgari surdi. Payshanba kuni tushdan burun soat 9dan 20 minut o'tganda Turkiyaning sharqiy qismidagi Elazig viloyati saqchi idorasining oldida avtomobil bomba hujumi yuz berdi. Elazig valisi portlashda 3 saqchining hayotidan ayrilganligini, 146 kishining yaralanganligini bildirdi. Elazig viloyatining valisi hujumning terrorlik tashkiloti PKK tarafidan qilinganligini bildirdi. Mazkur tashkilot Turkiyada saqchixona va saqchilarga ko'p qitim hujum qilgan. Dushanba kuni Turkiyaning sharqidagi Diyarbakir viloyatida yuz bergan avtomobil hujumida 7 kishi hayotidan ayrilgan, 45 kishi yaralangan. Payshanba kuni tushdan keyin Turkiyaning sharqidagi Bitlis viloyatida 3 askar va 1 amonlik xodimi terrorlik hujumida hayotidan ayrildi. Vaqa tafsiloti mundaq. Bitlis viloyatining Hizan nahiyasida Turkiya armiyasi va terrorlik tashkiloti orasida chiqqan to'qinishda Müslüm Yaldiz ismli bir amonlik xodimi hayotidan ayrilgan. Bir askar yaralangan. Harakat doirasida vaqa yuz bergan yeziga yaqin bo'lgan bir yezda ketib borgan bir harbiy avtomobil terrorchilarning hujumiga uchirgan. Terrorchilar oldin ko'milgan bombani avtomobil o'tib ketayotganda portlatgan. Portlashda 3 askar hayotidan ayrilgan va 6 askar yaralangan. Payshanba kuni tushdan keyin Turkiya bosh ministri Binali Yildirim, ichki ishlar ministri va armiya bosh shtab boshlig'i bilan birlikda portlash naq maydonida tekshirish olib bordi. Turkiya rahbarlari birdek mayli qaysi terrorlik tashkiloti bo'lsin, hammasining niyati Turkiyaning taraqqiyotini va kuchlanishini to'sishni maqsad qilganligini bildirdi. PKKning to'liq nomi Kurd ishchilar partiyasi. 2015-yil 7-oyda Turkiya hukumati bilan 2,5 yilga cho'zilgan tinchlik kelishimini buzgan. Shundan buyon bu tashkilotning hujumlarida saqchi, harbiy va fuqarolardan bo'lib, yuzlagan kishi hayotidan ayrilgan. Xitoy harbiy amaldorlari Suriyada ziyorati bo'ldi. Xitoyning yuqori darajadagi harbiy amaldorlar hay'ati 14-avgust tushdan keyin Suriyada ziyorati bo'ldi. Reuters agentligining xabar qilishicha 14-avgust tushdan keyin Suriya mudofaa ministri Fahd Josim Al-Farij, Xitoy Markaziy harbiy komiteti xalqaro harbiy ishlar hamkorlik ishxonasining mudiri Guan Yofi boshchiligida ziyoratga kelgan vakillar o'miki bilan ko'rishgan. Suriya mudofaa ministri uchrashda Suriya va Xitoyning uzun tarixga ega do'stlik munosabatining borligini tilga olgan va ikki davlatning texnika, harbiy ishlar qatorliq sohalardagi uzun mezgillik hamkorligini ta'kidlagan. Xitoy amaldori Guan Yofi Xitoyning izchil Suriya masalasini siyosiy yo'l bilan hal qilishda aktiv rol o'ynab kelganligini, Suriyaning mustaqil o'z-o'ziga xo'ja bo'lishini qo'llaydiganligini ta'kidlagan. U yana Xitoy va Suriya ikki davlat armiyalarining an'anaviy do'stlik munosabati borligini, Xitoy armiyasining davomli holda Suriya armiyasi bilan hamkorlashishni xohlaydiganligini bildirgan. Xabarda aytilishicha, Suriya armiyasi allburun Xitoyning harbiy yordamiga erishgan bo'lib, bu qitimqi ziyoratda ikki davlat odam tarbiyalash, Suriyaga insonparvarlik yordami berish qatorliq jihatlarda kelishim tuzgan. Xitoy Xinhua to'rining xabar qilishicha, Guan Yofi Damashqda rossiyalik bir general bilan ko'rishgan, lekin xabarda boshqa tafsilotlar berilmagan. Amerika Xitoy shirkatini josuslik bilan aybladi. Angliya yadro energiya stansiyasining Xitoy paycheki Amerika tarafidan josuslik jinoyati bilan ayblandi. Angliya va Xitoy munosabatining oltin davri chekinishga boshladi. Amerika Adliya ministrligining hujjatlariga asoslanganda Angliya Hinkley Point yadro elektr stansiyasining 3dan 1 payiga ega bo'lgan Xitoy Guanghe guruhi Amerika hukumati tarafidan yadro josuslik jinoyati bilan ayblangan. 17 betlik shikoyatnomada aytilishicha, Xitoy Guanghe guruhi yollab ishlatgan Amerika tavalligidagi Xitoy yadro injeneri Hao Sishung, Alan Ho va mazkur shirkat Amerikaning tasdiqiga erishmagan ahvol ostida qonunsiz maxfiy holda Xitoyda yadro materiallari ishlab chiqarib, Xitoyga afzallik yaratib berishga uringan.
Angliya matbuotlarının 11 avgust xabar qilishicha 66 yoshli bu er Tayvanda tug'ilgan bo'lib, 1970-yili Amerikaga kelgan. 1980-yili yadro injeneri doktorlik unvoniga erishgan va 3 yildan keyin Amerika fuqarosiga aylangan. Xitoy Guanghe guruhi qimmati 18 milliard funt sterling bo'lgan Angliya Hinkley Point yadro elektr stansiyasi turining 33% pay chekiga ega ekan. Angliyaning yangi bosh vaziri Theresa May bu qurilish turini kechiktirgan. Xitoyning Angliyadagi bosh elchisi o'tgan hafta Angliyani ogohlantirib, ikki davlat munosabati tarixiy hal qilg'uch payti turibdi degan. Amerika bosh taftish yordamchisining aytishicha, Hausheng Xitoy shirkatining buyrug'iga asosan amerikalik yadro mutaxassislari bilan uchrashgan va ularni setib olgan. Xitoyda alohida yadro mahsulotlarini echish va ishlab chiqarishga yordamlashgan. Bu yil 4-oyda oshkorlangan shikoyatnomada Haushengning 1997-yildan 2016-yili 4-oygacha Xitoyga josuslik qilganligi bayon qilingan. Xitoy Yaponiyani urushga tayyorlik qilish bilan aybladi. Yaponiyaning Senkaku oroli va atrofdagi orollarning mudofaasini kuchaytirish uchun bu orollarga qirg'oqdan paraxodga qarata boshqariladigan bomba o'rnatishtirish plani Xitoy taratqularida yoshirin urushga tayyorlik qilish deb ayblandi. Yaponiya taratqularının 14 avgust xabar qilishicha, boshqariladigan bombaning oldin mo'ljallangan masofasi 300 kilometr ekan. Yaponiya hukumati Miyako-jima qatorliq orollarga boshqariladigan bomba o'rnatishtirishni planlayotgan bo'lib, bombalarning masofasi Senkaku oroli va atrofdagi dengiz tavalligini qoplaydi ekan. Hukumat boshqariladigan bomba chiqimini 2017-yillik mudofaa xomchotiga kirgizishni talab qilishni o'ylashayotgan bo'lib, 2023-yilgacha o'rnatishtirish tamomlandi ekan. Shuning bilan birga Xitoy taratqullari Yaponiyani militarizm yo'lida menish bilan aybladi. 16 avgust Xitoy senatorining harbiy ishlar sahifasida Yaponiya va Xitoy orasida kelar yili keskin kuch sinishish portlashi mumkin. Xitoy Yaponiyani Diaoyu orolidan taltikus qo'g'lab chiqarishi lozim mavzuliq bir maqola e'lon qilingan. Maqolada Yaponiya hukumatining yangi militarizm yo'lida menayotganligi, buning ularning so'zlarida emas, Abe Shinzo hukumatining harakatlarida texmi ro'shan ifodalanayotganligi ilgari surilgan. Maqolada Yaponiya Amerikaning Osiyoni qayta tangponglashtirish strategiyasiga moslashib, Xitoyni cheklaydigan faoliyatlarni kuchaytirayotganligi bayon qilingan. Oxirida Xitoy va Yaponiya orasida 2017-yili keskin kuch sinishish portlash ehtimolligi intayin cho'ng. Garchi bu kuch sinishishning harbiy to'qinish bo'lishi notayin bo'lsa-mu, lekin shuningga nihoyat yiqilishi mumkin deyilgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bu haftalik istiqlol xabarlari programmasi mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib programma oxirida ekran orqasiga barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.